Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch bir masalani muhokama qilamiz. Bu ma'lumot har bir fuqaroga tegishli, ayniqsa uy-joy yoki yer uchastkasiga ega bo'lganlarga. Agar hozirda tezkor choralar ko'rmasangiz, kelajakda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki bir tavsiya emas, bu sizning mulkingizni himoya qilish uchun muhim ogohlantirish. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bu video ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Axir bu masalada har birimiz ogoh bo'lishimiz shart. Muammoning mohiyati nimada va oldinlar vaziyat qanday edi? An'anaga ko'ra, bizda ko'plab ko'chmas mulk obyektlari, ayniqsa xususiy uy-joylar va ularga tegishli yer uchastkalari huquqiy jihatdan to'liq rasmiylashtirilmagan holda mavjud bo'lib kelgan. Qishloq joylarda, hatto shahar chekkalarida ham ko'p yillar davomida odamlar o'z uy-joylarini va yer maydonlarini og'zaki kelishuvlar yoki oddiygina qo'shnilarning roziligi bilan egalik qilib kelganlar. Ba'zida eski kolxoz yoki sovxoz hujjatlari, balki oddiy qishloq kengashi qarorlari asosida foydalanish huquqi mavjud bo'lsa-da, ularning yuridik kuchi bugungi kun talablariga javob bermaydi. Masalan, bobo kolonlarimiz yashagan, keyin otamizga o'tgan uyning hujjatlari faqatgina uy kitobi yoki eski texnik pasport bilan cheklanib qolgan holatlar juda ko'p. Ko'chmas mulk obyekti davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan bo'lsa-da, odamlar yillar davomida hech qanday muammosiz undan foydalanib kelishgan. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar amalga oshirilgan, soliqlar to'langan. Bu esa ko'pchilikda hamma narsa joyida degan tasavvurni uyg'otgan. Biroq bu holatda mulk huquqining yuridik kafolati juda zaif edi. Bugun vaziyat tubdan o'zgardi va o'zgarishlar davom etmoqda. O'zbekistonda ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqni davlatdan o'tkazish tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda va qonunchilikda jiddiy yangiliklar joriy etildi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda har qanday ko'chmas mulk obyekti, u yer uchastkasi bo'ladimi, uy, bino yoki inshoot bo'ladimi, qonuniy egasi deb tan olinishi uchun majburiy tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart. Agar bu amalga oshirilmasa, mulk huquqi yuridik kuchga ega bo'lmaydi va egasi kelajakda juda ko'plab muammolarga duch kelishi mumkin. Bu faqatgina yangi qurilgan yoki sotib olingan mulklarga emas, balki ancha oldin qurilgan va hozirgacha rasmiylashtirilmagan barcha obyektlarga ham tegishli. Avvallari bunday mulklar bilan bog'liq muammolar kamroq bo'lardi, chunki davlat nazorati unchalik kuchli emasdi. Endi esa raqamli texnologiyalar tufayli barcha ma'lumotlar yagona bazada to'planmoqda. Bu esa noqonuniy yoki rasmiylashtirilmagan mulklarni aniqlash imkoniyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Eng muhimi, mulkingizni qonuniy jihatdan mustahkamlash, uni oldi-sotdi qilish, garovga qo'yish, hadya qilish yoki meros qoldirish imkoniyatlaridan mahrum bo'lishingiz mumkin. Hatto davlat tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishi yoki kompensatsiya masalasida ham huquqlaringiz himoya qilinmay qolishi ehtimoli bor. Endi esa batafsil tushuntirishlarga o'tamiz. Nimalarni bilishimiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin. Birinchidan, nimalarni bilish kerak? Har bir ko'chmas mulk egasi o'zining yer uchastkasi va undagi binolar uchun kadastr pasporti bor-yo'qligini tekshirish kerak. Kadastr pasporti bu sizning mulkingizning barcha texnik va huquqiy xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi yagona hujjatdir. Agar sizning yer uchastkangiz va undagi binolaringiz yagona milliy kadastr tizimida ro'yxatga olinmagan bo'lsa, sizda muammo borligini anglatadi. Ko'pincha eski hujjatlarda faqatgina uy-joyning o'ziga taalluqli ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Lekin yer uchastkasi bilan bog'liq aniq chek-chegara ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Endilikda yer ham bino ham bir butun majmua sifatida ro'yxatga olinishi shart. Davlat hokimiyati organlari tomonidan yer ajratish to'g'risidagi qarorlarning majburiy ro'yxatdan o'tkazilishi ham yangi talablardan biridir. Ya'ni eski kolxoz guvohnomasi yoki dehqon xo'jaligining oddiy akti bugungi kunda yetarli emas. Ikkinchidan, kimlar xavotirlanishi kerak? Eski tartibda qurilgan va rasmiylashtirilmagan uylar egalari. Tasavvur qiling, sizning buyingiz 20-asrning altun yillarida qishloqda uy qurgan, lekin hech qanday qurilish ruxsatnomasi olmagan, shunchaki qishloq kengashi bilan og'zaki kelishuv bo'lgan. Hozirda bu uy sizga meros bo'lib o'tgan. Lekin merosga egalik qilish huquqini rasmiylashtirishda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Chunki u mulk sifatida davlat ro'yxatidan o'tmagan. Shu sababli meros rasmiylashtirilganda yoki
uy joyini sotmoqchi bo'lganingizda sizdan ushbu mulkni legallashtirish talab qilinadi. Bu jarayon esa sezilarli vaqt va mablag' talab qilishi mumkin. Shuningdek, jarimalarga ham sabab bo'lish ehtimoli bor. 2. Yer uchastkasiga ega bo'lsa-da, uning huquqini to'liq rasmiylashtirmaganlar. Misol uchun, shahar chetidagi dala hovlilar uchastkasiga ega fuqaro u o'z uchastkasidan 1990-yillardan beri foydalanib keladi. Ammo qo'lida faqatgina bog'dorchilik shirkatidan berilgan guvohnoma bor. Yerga doimiy egalik qilish yoki merosga qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqini tasdiqlovchi davlat orderi yo'q. Bunday holatda u yerga bo'lgan huquqni to'liq rasmiylashtirishi shart. Aks holda kelajakda o'ziga tegishli deb hisoblagan yer maydoni boshqa shaxsga berib yuborilishi yoki davlat zaxirasiga o'tkazilishi kabi xatarlar mavjud. Hatto 2023-yilda qabul qilingan qonunchilikka ko'ra, agar yerga bo'lgan huquqlar belgilangan muddatlarda rasmiylashtirilmasa, yer uchastkasi noqonuniy hisoblanib, undan foydalanish cheklanishi mumkin. 3. Qo'shimcha imoratlar qurgan, lekin ularni rasmiylashtirmaganlar. Tasavvur qiling, sizning uy joyingizda yashash xonalariga qo'shimcha ravishda oshxona, ayvon, garaj yoki yozgi oshxona kabi inshootlar qurilgan. Siz ularni o'z xohishingiz bilan qurdingiz, lekin kadastr hujjatlariga kiritmadingiz. Endilikda bunday o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlar ham rasmiylashtirilishi shart. Agar siz 2020 yil sentabrgacha qurgan bo'lsangiz va ular shaharsozlik normalariga zid bo'lmasa, ularni qonuniylashtirishning soddalashtirilgan tartibi mavjud. Ammo bu muddatdan keyin qurilganlari uchun jarimalar va hatto ularni buzib tashlash to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida 2022 yilda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida minglab noqonuniy qurishlar aniqlangan va ularning bir qismi buzib tashlangan. Jarima miqdori esa jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravaridan 30 baravarigacha, ya'ni bugungi kunda 6.600.000 so'mdan 9.900.000 so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu albatta jiddiy raqam. Uchinchidan, kimlar xotirlamaslik kerak? Yeri kadastr pasporti mavjud bo'lgan shaxslar. Agar sizning yer uchastkangiz va undagi barcha binolaringiz uchun amaldagi qonunchilik talablariga mos keladigan kadastr pasporti bo'lsa, siz xavotirlanishga hojat yo'q. Ya'ni mulkingiz davlat ro'yxatidan o'tgan, hujjatlaringiz tartibda. 2. Yaqinda sotib olingan yoki qurilgan va barcha qoidalarga amal qilgan holda rasmiylashtirilgan mulk egalari. Agar siz uyingizni yoki yer uchastkangizni so'nggi bir necha yil ichida sotib olgan bo'lsangiz va notarius orqali rasmiylashtirgan, kadastr idorasidan yangi kadastr pasportini olgan bo'lsangiz, demak sizning ishingiz joyida. Chunki notarius bunday operatsiyalarni amalga oshirishdan oldin mulkning ro'yxatdan o'tganligini tekshiradi. 3. Kommunal xizmatlar uchun doimiy to'lovlar amalga oshirib kelingan va ro'yxatdan o'tgan mulklar. Ba'zan odamlar men kommunal to'lovlarni to'lab kelaman-ku, demak hamma narsa joyida deb o'ylashadi. Bu qisman to'g'ri. Chunki kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlar faqatgina amaldagi hisob raqamlariga to'lovni qabul qiladi. Biroq bu sizning mulkingiz davlat ro'yxatidan o'tganligini to'liq kafolatlamaydi. Shuning uchun bu holatda ham baribir kadastr hujjatlaringizni tekshirib ko'rishingiz tavsiya etiladi. Endi esa ko'chmas mulkni rasmiylashtirishda duch kelinadigan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Birinchi istisno yerga bo'lgan huquqni bepul olish. Ma'lumki, O'zbekistonda uzoq vaqt davomida noqonuniy yoki qonunsiz tarzda egalik qilib kelingan yer uchastkalarini qonuniylashtirish bo'yicha maxsus tartib joriy etilgan edi. Bu tartib asosan 2018 yilgacha o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va ulardagi qurilmalarga taalluqli bo'ldi. Dastlab bu jarayon uchun to'lov talab qilingan bo'lsa, keyinchalik muayyan shartlar asosida yerga bo'lgan huquqni bepul olish imkoniyati yaratildi. Bu imkoniyatdan ko'plab fuqarolar foydalana oldi. Biroq bu muddatlar cheklangan edi va aksariyat holatlarda tugagan. Lekin ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar yoki nogironligi bo'lganlar uchun maxsus imtiyozlar hali ham mavjud bo'lishi mumkin. Har bir holatda hokimlik qo'shidagi komissiyalar qaror qabul qiladi. Ikkinchi qaltis jihat: qurilish norma va qoidalariga rioya etish. Sizning noqonuniy qurilmangizni qonuniylashtirish istagi sizda bor, ammo u shaharsozlik normalariga zid bo'lsa, vaziyat murakkablashadi. Masalan,
Siz qo'shni uchastka chegarasiga juda yaqin joyda garaj qurib qo'ygansiz. Qoidaga ko'ra, qo'shni chegara chizigidan kamida 3 metr masofa qoldirilishi kerak. Agar sizning garajingiz bu talabni buzgan bo'lsa, hatto qo'shningiz norozi bo'lmasa ham kadastr idorasi yoki tegishli organlar uni qonuniylashtirishdan bosh tortishi mumkin. Bunday holatlarda sud tartibida murojaat qilish yoki qo'shnilardan yozma rozilik olish kabi qo'shimcha choralar ko'rish talab etiladi. Bu esa jarayonni yanada uzaytiradi va qiyinlashtiradi. Ba'zan qurilmani biroz o'zgartirish yoki hatto bir qismini buzish talab etilishi mumkin. 3-noaniq nuans umumiy egalikdagi mulklar. Ko'p xonadonli uylardagi yerto'lalar, cherdaklar, yo'laklar yoki umumiy hovlidagi qo'shimcha qurilmalar bilan bog'liq muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. Aytaylik, siz ko'p qavatli uyning birinchi qavatida yashaysiz va o'z xonadoningizga qo'shimcha balkonni kengaytirdingiz yoki yerto'laning bir qismini egallab o'zingiz uchun omborcha qildingiz. Bunday qurilishlar odatda boshqa mulkdorlarning roziligisiz yoki tegishli ruxsatnomalarsiz amalga oshiriladi. Natijada sizning mulkingiz davlat ro'yxatidan o'tish jarayonida ushbu qurilmalar noqonuniy deb topilishi mumkin. Bunday holatda sizga barcha uy egalarining roziligi, mahalliy hokimlikning ruxsatnomasi va boshqa ko'plab hujjatlar talab etiladi. Ba'zan bunday rozilikni olish qiyin bo'lishi mumkin. Chunki boshqa qo'shnilar sizning qurilmangiz ularning umumiy mulkka bo'lgan huquqini cheklaydi deb hisoblashlari mumkin. 4-noaniq nuans. Meva-sabzavot bog'dorchilik shirkatlari yerlari. Bu yerlarda joylashgan uy-joylar va qurilmalarni rasmiylashtirishda ham o'ziga xos murakkabliklar bor. Ilgari ko'plab bog'dorchilik shirkatlari yerlari qishloq xo'jaligi maqsadlariga mo'ljallangan edi. Ularda doimiy yashash uchun uy qurish qonunan cheklangan edi. Hozirda bu qonunchilik biroz yumshatildi. Ammo baribir har bir holatda hududiy, arxitektura va kadastr idoralari bilan maslahatlashish zarur. Agar yerning toifasi to'g'ri o'zgartirilmagan bo'lsa, sizning uyingizni qonuniylashtirish imkoniyati juda past bo'ladi. Ba'zan yerni boshqa toifaga o'tkazish uchun katta miqdorda to'lov talab qilinishi mumkin. Masalan, 2021 yilda Farg'ona viloyatida 1500 dan ortiq bog'dorchilik uy-joylari noqonuniy qurilish deb topilgan. Chunki ular tegishli tartibda rasmiylashtirilmagan. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Endi eng muhim qismga keldik. Nima qilishingiz kerak va qanday ketma-ketlikda harakatlanishingiz lozim? Diqqat bilan tinglang va zaruriy choralarni ko'ring. Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni to'plang va tahlil qiling. Uy-joyingiz yoki yer uchastkangizga tegishli barcha hujjatlarni bir joyga to'plang. Bu kitobi texnik pasport hokimlikning yer ajratish to'g'risidagi qarori, agar bo'lsa, bog'dorchilik shirkatidan olingan guvohnoma, meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma, oldi sotdi shartnomasi kabi hujjatlar bo'lishi mumkin. Hatto eski va eskirgan deb o'ylangan hujjatlar ham foydali bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarni yaxshilab o'rganib chiqing. Ikkinchi qadam, kadastr agentligining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Bu sizning birinchi va asosiy manzilgo'yingiz bo'lishi kerak. Siz kadastr agentligining hududiy bo'limiga borib, o'zingizning mulkingiz davlat ro'yxatidan o'tgan yoki o'tmaganligini aniqlashingiz kerak. Agar o'tmagan bo'lsa, ular sizga qanday hujjatlar zarurligi va qanday tartibda harakatlanish kerakligini tushuntirib berishlari shart. Sizning mulkingiz haqida ma'lumot olish uchun shaxsiy pasportingizni olib borishingiz kifoya. Muayyan hollarda sizga e-kadastr portalidan onlayn ma'lumot olish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Lekin murakkab holatlarda mutaxassis bilan yuzma-yuz muloqot qilish afzal. 3-qadam texnik xatlov va kadastr pasportini tayyorlatish. Agar mulkingiz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa yoki eski kadastr pasporti mavjud bo'lib, unga kiritilmagan qo'shimcha qurilmalar bo'lsa, siz texnik xatlov buyurtma qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun kadastr agentligiga ariza bilan murojaat qilasiz. Agentlik xodimlari sizning mulkingizni joyiga chiqib o'rganadilar, o'lchov ishlarini amalga oshiradilar, barcha binolarni shu jumladan o'zboshimchalik bilan qurilganlarini ham xatlovdan o'tkazadilar. Natijada sizga yangi kadastr pasport tayyorlanadi. Kadastr pasportini tayyorlash muddati odatda 3 ish kundan 7 ish kunigacha davom etishi mumkin. Bu xizmat pullik bo'lib, to'lov miqdori mulkning turiga va maydoniga bog'liq. Masalan, bitta uy-joy obyekt uchun kadastr pasporti tayyorlash narxi 2024 yil holatiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 4.5 baravaridan 1 baravargacha bo'lishi mumkin. Ya'ni 135 ming so'mdan 330 ming so'mgacha.
4-qadam o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarni qonuniylashtirish agar mavjud bo'lsa, agar sizning hududingizda o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlar bo'lsa, kadastr agentligi xodimlari ularni yangi kadastr pasportiga kiritadilar. So'ngra bu qurilmalarni qonuniylashtirish uchun hokimlik huzuridagi doimiy faoliyat yurituvchi komissiyaga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Komissiya sizning arizangizni ko'rib chiqadi, qurilishning shaharsozlik normalariga mos kelishini tekshiradi va tegishli qaror qabul qiladi. Agar qurilish normaga mos bo'lsa va boshqa mulkdorlarning huquqlarini buzmasa, uni qonuniylashtirishga ruxsat beriladi. Ba'zi hollarda tegishli jarima to'lash talab qilinishi mumkin. Qonuniy ruxsat berilgandan so'ng kadastr agentligi yangi kadastr pasportiga tegishli o'zgarishlarni kiritib, uni davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Murojaat qilish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Shaxsiy pasport, yer uchastkasiga yoki uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, yangilangan texnik xatlov hujjatlari kadastr xodimlari tomonidan tayyorlangan, qo'shnilardan yozma rozilik agar chegaraga yaqin qurilgan bo'lsa. Ariza. 5-qadam yerga bo'lgan huquqni rasmiylashtirish agar zarur bo'lsa, agar sizning yer uchastkangizga bo'lgan huquqingiz qonuniy rasmiylashtirilmagan bo'lsa, masalan, faqat eski qishloq kengashi qarori bilan foydalanayotgan bo'lsangiz, siz hokimlikka yer uchastkasiga egalik huquqini berish to'g'risida ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon nisbatan murakkabroq bo'lib, hokimlik qo'shidagi yer uchastkalari berish, realizatsiya qilish masalalari bo'yicha doimiy faoliyat yurituvchi komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. Komissiya sizning holatingizni o'rganadi. Yerga bo'lgan huquqingizning paydo bo'lish asoslarini tekshiradi va tegishli qaror qabul qiladi. Qulaylik shundaki, bugungi kunda bu jarayonlar ham yagona darcha markazlari orqali amalga oshiriladi va ortiqcha sarsongarchiliklarsiz, shaffoflik tamoyili asosida bajarilishi kerak. Bu jarayon bir necha haftagacha cho'zilishi mumkin. 6-qadam barcha hujjatlarning to'g'riligini tekshirish. Barcha hujjatlar, xususan yangi kadastr pasporti qo'lingizga tushgandan so'ng, undagi barcha ma'lumotlarning adres, maydon, xonalar soni, binolarning joylashuvi to'g'riligini sinchiklab tekshiring. Har qanday xato yoki nomuvofiqlikni darhol kadastr agentligiga ma'lum qiling va tuzatishni talab qiling. Chunki kichik bir xato kelajakda yana katta muammolarga olib kelishi mumkin. Hurmatli do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Bugun biz siz bilan juda muhim mavzuni, ko'chmas mulkni rasmiylashtirish va uning oqibatlarini muhokama qildik. Esingizda tuting, mulkingizni qonuniy jihatdan mustahkamlash, ya'ni uni davlat ro'yxatidan o'tkazish sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng muhim kafolatidir. Noqonuniy egalik qilib kelingan mulklar kelajakda jiddiy muammolar manbai bo'lishi mumkin. Jarimalar, buzilish xavfi, merosga o'tkazish yoki oldi-sotdi qilishda qiyinchiliklar. Bugungi raqamli davrda kadastr agentligining yangi tizimi sizning mulkingiz holatini aniqlash imkoniyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Shuning uchun bu masalani kechiktirmang. Hozirroq harakatni boshlang, kerakli hujjatlarni to'plang va tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu sizning osoyishtaligingiz va kelajagingiz uchun muhim qadamdir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoni hali ham like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Shunda kelgusi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha